Assalomu alaykum kanal muxlislari. Bugun sizlar bilan birgalikda juda ham mazza qilib yeydigan kulcha patir tayyorlaymiz. Ranglari ham chiroyli, ham kichkinagina, ham rosa yeyishli chiqadi. Sal tesinglar uvalanib ketadi. Qani bo'lmasam boshladik. Xamir uchun 150 ml iliq suv, 150 ml iliq sut, jami 300 ml quyib olamiz. 1 choy qoshiqda shakar solamiz, 1 choy qoshiqda quruq xamirturush solamiz. Aralashtirib olamiz. Bundan tashqari bizga 50 ml yog' kerak bo'ladi. Ro'zg'orda ishlatadigan yog'dan solamiz. 1 choy qoshiq tuz solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Un solib xamir qorishga o'tamiz. 450-480 gram atrofida un ketadi. Unni bo'lib qarab solinglar. Yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamir qorib olgandan keyin yaxshilab ishlov beramiz, mushlab olamiz. Stolni ustiga olib turib ishlov beramiz. Har safar non yoki patir kulchada tayyorlab ko'rsatganimda xamirni oshirishga jo'natmayman, e'tibor beryapsizlar. Bugun ham xuddi shunaqa xamirni oshirishga jo'natmaymiz. Xamirni 6 bo'lakka bo'lib olamiz. Xamirni teng bo'lishga harakat qilamiz. Demak, xamirni bir bo'lagi 142-143 gram bo'lishi kerak. Zuvalachali tayyorlab olamiz. Zuvalachali tayyorlab olgandan keyin ustini o'raymiz paket bilan. 20 minut tindirib qo'yamiz. Faqat oshxonamiz issiq bo'lishi kerak. Mana shu ishni bajarayotgan paytingizda oshxona issiq bo'lishi kerak, yelvizak bo'lishi kerak emas. Zuvalachalarimiz tayyor. Endi o'rab 20 minut tindirib olamiz. Bundan tashqari bizga eritilgan sariyog' kerak bo'ladi. Men 150 gram eritdim. 50 ml yog' qo'yamiz. Ro'zg'orda qanaqa yog' ishlatsanglar, shundan qo'yasizlar. Yaxshilab aralashtirib qo'yasizlar. Endi Atlantik okeaniga sayohat qilamiz. Bugun dam olish kun bo'lgani uchun ham kun sovuq, salqin, havo bulut. Okean bo'yida ham hech kim yo'q. Suvlarni qarang, ovozini eshiting. Bugun dam olish kuni bo'lganiga ertalabki nonushtaga tvorogli pirog tayyorladim. Agar sizlarga pirogni retsepti qiziqtirsa, kommentariyada yozib qoldiring, shuni videosini chiqaring deb. Bu pirog ro'zg'orbob, mayingina, yumshoq chiqadi, yeyishli chiqadi. Ham juda ham barakali bo'lib ketdi. Pirog pishirganim uchun oshxonam juda issiq edi. Mana xamirlarni qarang, ko'tarilib olganini. Oshxona issiq bo'lsa, xamirlaringiz birpasda ko'tarilib ketadi. Hamda xamirturush ham yaxshi bo'lishi kerak. Endi zuvalachalarni bittadan olib yoyishga o'tamiz. Yaxshilab unlab olamiz. Jova yordamida xamirni ochib olamiz. Xamirni kattaroq, yupqaroq qilib ochishimiz kerak. Agar jovada o'xshamasa, o'qlov yordamida yana ham kattaroq, yupqaroq qilib ochib olamiz. Xamirda xamirturush bo'lganligi sababli oddiy xamirdan farq qiladi. Nimasida? Yoyilishida. Sal qiyinchilik tug'diradi. Xamirni mana yupqa qilib yoyib oldik. Endi yog'lashga o'tamiz. Yog'dan 1-2 osh qoshiq quyamiz va yog'lab olamiz. Juda ham ko'p yog' quyib yorib, bilchillab ketmasin. Yetarlicha yog' beramiz va konvertga o'xshab taxlashni boshlaymiz. Mana hozir bir yoniga buklaymiz. Buklaganingizdan keyin yana yog'lash kerak. Ana shunda ham salga nomiga yog' qo'yinglar va yog'lab olinglar. Mana endi yana bu tarafidan ustidan joylashtirib, buni ham yog'lab olamiz. Yog'langan xamirni mana bir boshidan o'rab kelamiz. Ruletga o'xshab o'rab tindirishga olib qo'yamiz. Tindirishga olib qo'yganimizda albatta ustini yopishimiz kerak. Mana shu tarzda 6 ta zuvalarni tayyorlab olishimiz kerak. Yana bitta zuvalarni yoyib oldim. Mana yog'lab chiqamiz, yaxshilab yog'laymiz. Ikki tomonidan ustma-ust buklab olamiz. Demak, o'sha buklaganimizda ham albatta yog'lab ustma-ust taxlaymiz. Ustini ham yog'lab olamiz. Mana xamirni hamma joyini yog'lab chiqdik. Ruletga o'xshab bir boshidan yig'ib olamiz. Tindirish uchun olib qo'yamiz. 6 ta zuvala tayyor bo'ldi. Ustini o'rab 10 minut tindirib qo'yamiz. 10 minut vaqt o'tdi. Qaranglar, 10 minutda ham qanaqa ko'tarilib oldi. Hozir endi kulchalarni yasashga o'tamiz.
Xamir rosa bilqillagan, sababi bundan oldin men pirog pishirdim, oshxonam issiq edi, duxovka yoqib turgandi. Xamirni qarang, juda ham yaxshi ko'tarilib olgan, yaxshi tinib olgan. Ekranda ko'rib turibsizlar, zuvolachalarni tayyorlab olamiz. Qo'limiz bilan yaxshilab o'rtalarini bosinglar, chunki o'rtasi ko'tarilib ketib qoladi. Chiroyli qilib kulchalar yasab olamiz. Kulchalarni yasab olganimizdan keyin duxovka listiga pergament qog'oz solib, kulchalarni terib chiqamiz. Boshqa tindirmaymiz. O'sha birinchi safar 20 minut, keyingisida 10 minut ana shu yetib beradi. Duxovkamiz oldindan qizdirib qo'yilgan bo'lishi kerak. En oxirgi kulchamiz yaxshi tinishga ulgurmadi, chunki birinchilarni avvaldan tayyorlab qo'yamiz, keyingilarni tayyorlaguncha ular yaxshilab tinib bilqillab oldi. Shuni hisobiga ham oxirgi kulcham sal kichkinaroq bo'ldi hajmi. Ko'tarilishga ko'p vaqt bermadik. Kulchalarni pergament qog'oz solingan listga terib chiqamiz. Shu terib chiqayotganimizda ham yana qo'limizda ochib yuborishimiz kerak. O'rtasini yaxshilab bosamiz, chunki o'rtasi ko'tarilib ketib qoladi. Kulchalarning ustiga bitta tuxum sarig'i kerak bo'ladi. Kichkinaroq tuxum ishlatsanglar ham bo'ladi. 1 osh qoshiq sut, bitta tuxumni sarig'ini yaxshilab aralashtiramiz. Kulcha patirlarimizni ustidan surib chiqamiz. Tuxumni surganingizda yonlari bilan chiroyli qilib surib olinglar. Bundan 3 hafta oldin ham kulcha patir tayyorlab ko'rsatib berganman sizlarga. U ham juda ham mazali chiqadi. Qavat chiqadi. Bu kulcha patir ham hech ham qolishmaydi. O'tsa o'tadiki, qolishmaydi. Demak, chakishlab olamiz. O'rtasi ko'tarilib ketmasligi uchun yaxshilab chakishtirib olinglar. Kulcha patirlarimizni chiroyli qilib bezatib olishimiz kerak endi. Kunjut setini sepib chiqamiz. Kulcha patirlarni qizib turgan duxovkada 180 gradusda qip-qizarib pishguncha pishirib olamiz. 40 minut ketadimi, 50 minut ketadimi? Mana bunaqa rangi kirgandan keyin olamiz. Pishgan kulchalarni biroz sovutib qo'yamiz. Kulchalarni qarang, bir-biridan chiroyli. Teylarini qaranglar, qanaqa chiroyli chiqqan. Hozir kulchani bittasini ushatib ko'rsatib beraman. Kulchalarni qo'lingizga olsanglar salga uvalanib ketyapti. Xulosa qilib aytganda, kulchalar mazali chiqqan, yeyishli chiqqan, albatta tayyorlab ko'ringlar. Bu kulcha patirlar Ramazonda, iftorlikda, saharlikda qorinni to'q tutadigan mazali kulchalar bo'pti. Hamda sovuq kunlarda ham. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Kulcha patirlarni albatta tayyorlab ko'ring. Xayr, salomat bo'ling.